Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Qadrli birodarlarim, bugun Alloh azza va jalla nasib qilsa, Furqon surasining oxirgi qismida Alloh azza va jalla mu'minlarga taalluqli zikr qilgan Rahmonning bandalari haqida gapirishda davom etamiz. Bugun Rahmonning bandalarining yangi bir sifatiga keldik. U ham shuki, Alloh azza va jalla oyat karimada shunday marhamat qiladi. Vellezina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Ular Alloh bilan birga boshqa ilohga duo qilmaydilar. Boshqa bir ilohga ibodat qilmaydilar. Va la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Alloh jalla jalaluhu harom qilgan bir jonni haqsiz, ya'ni qasos kabi islom shariati tomonidan belgilangan yo'llardan biri bo'lmaganda hech bir jonni, ya'ni inson o'ldirmaydilar. İnsan öldürmezler. Ve la yaznun. Va ular zino qilmaydilar. Ve men yef'al zalika yalqa athama. Kim shulardan birini qiladigan bo'lsa, u uqubatga duchor bo'ladi. O bir ceza ile karşılaşacaktır. Yudâ'af lehu'l azabu yevmel kıyame. Qiyomat kunida uning azobi bir necha barobar orttiriladi. Ya'ni u qat-qat azobga duchor qilinadi. Ve yahludu fihi muhana. Va u yerda xor qilingan holatda, Alloh tomonidan xorlangan, past qilingan holatda abadiy azob ichida qoladi deb marhamat qiladi Alloh azza va jalla. Demak, Rahmonning bandalarini birinchi sifati, aziz birodarlarim, ushbu oyat karimadan tushunamizki, ular Alloh bilan birga boshqa ilohga duo qilmaydilar, nohaq jonni o'ldirmaydilar va zino qilmaydilar. Qur'oni Karim bu uchta xususiyatni alohida zikr qilishi bejiz emas. Chunki o'sha davrda ham, hozir ham insoniyat tarixidagi eng katta va eng keng tarqalgan 3 ta gunoh aynan shulardir. Biri shirk, yana biri odam o'ldirish, qatldir va yana biri zino qilishlikdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham shunga o'xshash uslubni ko'ramiz. Imom Buxoriy va Imom Muslim Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Ibn Mas'ud aytadilar: "Men Rasulullohdan so'radim: Eyyu zenbi azam. Ey Allohning rasuli, eng katta gunoh qaysi? Menga eng og'ir gunohni ayting." Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak. Seni yaratgan bo'lishiga qaramay, Allohga shirk keltirishingdir. Alloh seni yaratgan holda sen bandaligingni unga emas, balki boshqa mavjudotlarga bag'ishlashingdir. Seni rizqlantirgan Alloh bo'lishiga qaramay, sen yordam so'rashlik uchun Allohdan boshqa mavjudotlarga murojaat qilishingdir. Seni bugungi holatingga keltirgan, seni tarbiyalagan, inson qilib yaratgan Alloh bo'lishiga qaramay, sen esa borib hokimiyatni Allohdan boshqalarga berishligingdir. Hakimiyeti Allah'tan başkalarına vermendir. En tec'ale lillahi nidden ve huve halakak. Seni yaratgan bo'lishiga qaramay, Allohga shirk keltirishingdir. Yana nima? Ve en taqtula veledeke haşyete en ya'kula ma'ak. Farzandingni rizqingni kamayishidan qo'rqib o'ldirishingdir. Masalan, ayol homilador bo'ldi va senda 3 ta farzand bor. 4-chisini qanday qaraymiz deb borib homilani abort qildirishingdir. Yoki johiliya mushriklarining odatida bo'lgani kabi farzandingni oborib tiriklayin ko'mib yuborishingdir. Ya'ni biz bularni boqa olmaymiz deb oborib tiriklayin ko'mishingdir. Farzanding seni rizqingga sherik bo'ladi degan qo'rquv bilan farzandingni o'ldirishingdir. Yana nima? Ve en tuzaniye halilete carik. Va qo'shningni ayoli bilan zino qilishingdir. Zino eng katta gunohlardan biridir. Lekin agar bu siz ishongan inson tarafidan qilinadigan bo'lsa, bu yanada og'irroq gunoh bo'ladi. Nima uchun? Chunki ham zino qilganingiz uchun gunohga kirasiz, hamda yaqiningizni ishonchini suiiste'mol qilgan bo'lasiz. U odam sizga eshigini ochgan, uyiga kiritgan, sizni oilasiga kiritgan, siz esa unga xiyonat qilib, uni yaqinlaridan biri bilan zino qilyapsiz. Alloh asrasin, bu eng katta gunohlardan biridir. Xo'sh, nima uchun aynan shu gunohlar eng katta gunohlardir, birodarlarim? Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish va zino qilish. Ibn Qoyim rahmatulloh alayhi aytadiki, barcha ma'siyatlarning usuli, asosi 3 narsadir. Barcha gunohlarning, barcha haromlarning ildizi 3 narsadir. Birinchisi, qalbni Allohdan boshqasiga bog'lanishi. Agar qalb uni yaratgan Allohni tanimasa, uni yaratgan zotga bog'lanmagan bo'lsa, uni ulug'lab unga ta'zim qilmasa, mutlaqo Allohdan boshqa narsalarga bog'lanadi. Allohdan boshqa mavjudotlardan umid qiladi. Ulardan qo'rqadi. Undan boshqasiga tavakkul qiladi. Barcha gunohlarning ildizi shu yerdan boshlanadi.
Agar qalb Allohdan boshqasiga bog'landimi, undan so'ngrasini o'ylashga hojat yo'q. Bundan so'ngrasi gunoh botqog'idir. Ikkinchisi, Alloh azza va jalla insonning qalbiga quvvai g'azabiyya deb ataladigan g'azab tuyg'usini joylashtirgan. Bu g'azab bizni hayotda saqlash uchun yaratilgan. Ya'ni agar qandaydir hujum bo'lsa, o'zimizni himoya qilishimiz uchun. Bizga oid bo'lgan narsaga qo'l uzatilganda, biz o'zimizni, nomusimizni, dinimizni, aqlimizni himoya qila olishimiz uchun Alloh azza va jalla bizni ichimizga g'azab tuyg'usini joylashtirgan. Agar inson bu g'azabni shariatga muvofiq boshqarmasa, balki hayvoniy nafsiga ergashib uni boshqarsa, barcha gunohlarning asosi shundan kelib chiqadi. Inson nega odam o'ldiradi? Chunki u g'azabiga yengilgani uchun. Inson nega zulm qiladi? Inson nega kimnidir sababsiz kaltaklaydi? G'azabiga yengilgani uchun. Inson nega boshqalarni haqorat qiladi? G'azabiga yengilgani uchun. G'azab bizni ichimizda mavjud. Agar u shariat ko'rsatgan tartibda tarbiyalanmasa, u barcha gunohlarning manbai bo'ladi. Uchinchisi, quvvai shahaviyadir. Ya'ni har bir insonning ichiga Alloh azza va jalla joylashtirgan bir istak g'arizasi bor. Masalan, qarshi jinsni orzu qilamiz, mol dunyoni orzu qilamiz, yaxshi hayot kechirishni orzu qilamiz, ko'zimizga go'zal ko'ringan narsalarga intilamiz. Bu Alloh bizni ichimizga joylashtirgan tabiiy tuyg'udir va aynan shu orzu tufayli inson nasli davom etadi. Agar inson qarshi jinsga moyillik qilmasa, inson naslini davom ettirishi mumkin bo'larmidi? Yo'q, albatta. Ammo bu istaklar shariat mezoni asosida qondirilmasa, u holda gunohlarning asosiy manbaiga aylanadi. Inson nega o'g'irlik qiladi? Mol-mulkka bo'lgan shahvati tufayli. Inson nega zino qiladi? Qarshi jinsga bo'lgan shahvati, orzusi tufayli. Inson nega tender yoki shartnomalarga pora aralashtiradi? Nega tanish-bilishlik qiladi? Nega pora beradi? Inson nega o'ziga tegishli bo'lmagan narsaga ko'z tikadi yoki boshqalarning haqqini tortib olmoqchi bo'ladi? O'sha maqomga, o'sha mavqega ko'z tikib, ularga erishishlik orzusi sababli. Orzular agar islomning o'lchamlari asosida tarbiya qilinmasa, u holda bu istaklar barcha gunohlarning ildizi bo'lib qoladi. Endi aziz birodarlarim, 3 narsani sanadik. Birinchisi, qalbni Allohdan boshqa narsaga bog'lanishi. Ikkinchisi, insonni g'azabiga berilib ketishi, g'azabiga itoat qilishi. Uchinchisi, insonni shahvatiga bo'yinsunishi, shahvatiga itoat qilishi. Aytdikki, Rahmonning qullari Allohdan boshqasiga duo qilmaydilar. Chunki Rahmonning bandalarining qalblari faqat Allohga bog'langandir. Ularning qalblari faqat Alloh bilan bog'liq bo'lgani sababli Allohdan boshqasiga duo qilishga ehtiyoj sezmaydilar ham. Insonning qalbi qachon bir mavjudotga bog'lanadi? Qarang birodarlar. Inson tabiatan go'zal va ezgu narsalarni istaydi. Yomonlik va zararli narsalardan esa qo'rqib, ulardan chetlanadigan mavjudotdir. Rahmonning bandalari Allohni taniganlari uchun shuni biladilar. Qanday yaxshilikni istama, o'sha yaxshilik faqat Allohning qo'lidadir. Qanday yomonlikdan qo'rqma, uni to'xtatish qudrati faqat va faqat olamlarning Robbi bo'lgan Allohning ixtiyoridadir. Buni bilganlari sababli barcha yaxshilik uni qo'lida bo'lgani uchun, barcha yomonliklarni oldini olish qudrati uni ixtiyorida bo'lgani uchun, ularning qalblari aslo undan boshqasiga yo'nalmaydi. Aslo undan boshqasidan umid va najot kutmaydilar. Shuningdek, undan boshqasiga duo ham qilmaydilar. Ular shunday deydilar: Ayting, Allohim, mulkning yagona egasi sensan. Butun mulk, butun hokimiyat, butun hukmronlik faqat senga tegishlidir. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha'. Mulkni istagan kishingga berasan va istaganingdan uni tortib olasan. Va tu'izzu man tasha'u va tudhillu man tasha'. Istaganingni aziz qilasan, qadrli qilasan va istaganingni xor qilasan. Biyadikal khayr. Yaxshilik faqat va faqat sening qo'lingdadir. Butun yaxshilik faqat va faqat sening ixtiyoringdadir. Mana shunday Allohga ishongan odam, mana shunday Allohdan umid qilgan, rag'bat qilgan bir inson biror narsani istaganida Allohdan boshqasiga murojaat qiladimi? Bir narsadan qo'rqanida, o'sha qo'rquvni ketkazish uchun Allohdan boshqasiga tayanadimi? Bu mumkin emas. Va yamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Alloh senga bir zarar yetkazadigan bo'lsa, u zararni Allohdan boshqasi sendan ketkazuvchi emas. Agar Alloh jalla jalaluh sen uchun bir xayrni, bir yaxshilikni istagan bo'lsa, u hamma narsaga qodirdir. Ya'ni o'sha yaxshilikni senga yetkazuvchi ham faqat Allohdir. Aytaylik, boshimga bir musibat keldi. Inson nima qiladi? Doimo kuchli bo'lgan birini qidiradi. Ya'ni menga yordam bersin, meni muammolarimni hal qilsinlar deb. Lekin Rahmonning bandalari shuni yaxshi biladilarki, bizga musibatni keltirgan Alloh jalla jalaluh bo'lgani kabi, o'sha musibatni bizdan ketkazuvchi bo'lgan yana olamlarning Robbi bo'lgan Allohdir.
Na jinlarga, na tumorlarga, na shayxlarga, na qabrlarga, na maqbaralarga, na ziyorat daraxtlariga Rahmonning bandalari bularning hech biriga qaramaydilar. Nima uchun? Bu musibatni boshimga keltirgan Alloh bo'lsa, unda bu musibatni mendan ketkazuvchi bo'lgan ham yana Allohdir. Aytaylik, bir yaxshilikni umid qilyapti, bir orzusi bor, bir istagi bor. Bu borliqda biror narsaga bo'l deb aytishi bilan uni darhol bo'ldiradigan yagona zot kim? Olamlarning Robbi bo'lgan Allohdir. İnnema emruhu iza arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. U bir narsani bo'lishini istasa, faqatgina unga kun deydi. Boshqa hech narsa emas. Faqatgina kun, bo'l deydi va u narsa darhol mavjud bo'ladi, deyapti Alloh azza va jalla. Modam meni istagan har qanday narsamni bo'lishi faqat Rahmonning izniga bog'liq bo'lsa va menga bu narsani yetkazadigan ham faqat Rahmon bo'lsa, unda men nima uchun Rahmondan boshqasiga qarayki? Nima uchun Rahmondan boshqasidan umid qilishim kerak? Rahmonning bandalari shu sababli Allohdan boshqasidan so'ramaydilar. Qarang birodarlarim, inson ojiz bir mavjudotdir. Siz buni qalbingizni tub-tubidan his qilgansiz. Bir muammoga duch kelasiz va o'zingizni u muammo oldida ojiz, yetarsiz his qilasiz. O'zingizga shunday deysiz: men buni uddalay olmayman, men buni qila olmayman. Bu menga juda og'ir keladi. Lekin Rahmonning bandalari shuni yaxshi biladilarki, al-Kafi bo'lgan zot Allohdir. Ya'ni bandalarga kifoya qiladigan, ularni barcha qiyinchiliklarida ularga yordam beradigan faqat Allohdir. Alloh ham shunday deydi: Eleysallahu bikafin abdehu? Alloh bandasiga kifoya qilmaydimi? Allah kuluna yeten değil midir? Modam agar Alloh menga yetadigan bo'lsa, agar men o'zimni biror narsa oldida ojiz his qilsam, agar men Rahmonning bandasi bo'lsam, unda kifoya qiluvchi zotga yuzlanaman. U esa olamlarning Robbi bo'lgan Allohdir va undan boshqasiga yuzlanmayman. Ve men yetevekkal alallahi fehuve hasbuh. Kim Allohga tavakkul qilsa, Alloh unga yetarli bo'ladi. Olamlarning Robbi bo'lgan Alloh uni barcha kamchiliklarini, uni barcha ojizligini to'ldiradi. Aziz birodarlarim, biz mavqe xohlaymiz, izzat xohlaymiz, qadr-qimmat xohlaymiz, e'tibor xohlaymiz. Jamiyat ichida inson o'rniga qo'yilishni, hurmat qilinishni xohlaymiz. Bu bizni fitriy hissiyotimiz, fitriy istagimizdir. Rahmonning bandalari biladilarki, Alloh jalla jalaluh azizdir. Barcha izzat, barcha hurmat, barcha qadr-qimmat uni huzuridadir va faqat u rozi bo'lgan insonlargina izzatli bo'la oladilar. Men kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kim izzatni istasa, bilsinlarki izzatni barchasi Allohga xosdir. Bu bandalar buni yaxshi bilganlari sababli aslo undan boshqasining huzuridan izzat istamaydilar. Undan boshqasidan umid va rag'bat qilmaydilar. Endi Madina davrida aytganimdek inson izzat izlaydi. Inson qadr-qimmat izlaydi. Madina davrida ham bir guruh odamlar bor edi. Ular ham izzatli bo'lishni istardilar. Lekin Allohni tanimaganlari uchun atrofiga qarashdi. Eng boylar kim? Eng qudratlilar kim? Bozorni boshqarayotganlar kim? Yahudiylar. Shu bois borib, Yahudiylarni o'zlariga do'st tutdilar. Aynan bugungi davlat rahbarlari qilayotgan ishni qilishdi. Qandayki bugun o'zini islom mamlakati deb atayotgan 57 ta davlat bor. 57 ta islom o'lkasi deb atalgan, ammo hech bir ishga yaramaydigan. Armiyalarini faqat bizga zulm qilishlik uchun qo'llangan odamlar. Qandayki bugun kichkinagina Isroilni qarshisida hammalari qog'ozdan bo'lgan arslonga aylandilar. U yerda bir qatliam bo'lishiga qaramay hech bir ovoz chiqarmaydi. Nima uchun? Chunki ulardan qo'rqishyapti. Kuch va quvvatni Isroilning qo'lida deb o'ylashyapti. Izzatni Isroilning qo'lida deb o'ylashyapti. Agar Isroilga qarshi chiqadigan bo'lsa yoki uni dastaklayotganlarga qarshi chiqadigan bo'lsa, biror narsalardan mahrum bo'lishlaridan qo'rqishyapti. Ular rag'batlarini va umidlarini o'sha tarafga qaratishyapti. Xuddi shunday Madina davrida ham shunday odamlar bor edi. O'sha paytda ham yahudiylar qudratli edi, juda boy edi. Sarmoya ularning qo'lida, qurol aslaha ularning qo'lida, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham ularning hukmi ostida. Shuning uchun ularni do'st tutdilar. Ularni do'st tutinar ekan, o'zlariga shunday dedilar: bu odamlar, bu bozorning hukmronlari. Ular bilan ziddiyatga bormaslik kerak. Agar ular bilan ziddiyatga borsak, xor bo'lamiz deyishdi. Alloh azza va jalla oyat nozil qildi. Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. O munofiqlari aytadiki, munofiqlarga alamli azob borligini bashorat qil. Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ular mu'minlarni tashlab, kofirlarni o'zlariga do'st tutadilar. Ayabtaguna indahumul izza? Ular izzatni ularni huzurida qidirmoqdalarmi? Qadr-qimmatni, izzatni ularni oldida izlayaptilarmi? Fa innal izzata lillahi jami'a. Shubhasiz, izzatning barchasi faqatgina olamlarning Robbi bo'lgan Allohga oiddir.
Rahmonning bandalari izzat sohibi Alloh ekanini bilganlari uchun izzatni Allohdan boshqasining huzurida qidirmaydilar. Izzatni Allohdan boshqasining huzurida qidirish orqali o'zlarini shirkka, o'zlarini xorlikka tushirmaydilar. Biz insonmiz, birodarlar. Insonmiz. Inson bo'lish nimani anglatadi? Biz madaniy mavjudotlarmiz. Ya'ni biz xohlaymizki, biz bilan yaqinlik qiladigan kishilar bo'lsin. Xohlaymizki, do'stlarimiz bo'lsin. Xohlaymizki, yordamchilarimiz bo'lsin. Xohlaymizki, qarindosh urug'larimiz bo'lsin. Ya'ni qiyinchilikka tushganimizda, muammoga duch kelganimizda, atrofimizda ko'rishimiz mumkin bo'lgan, ular bilan yaqinlik qiladigan kishilar bo'lsin. Va bu tuyg'u insonni yordamchi izlashga, do'st izlashga undaydi. Rahmonning bandalari haqiqiy do'st faqat Alloh ekanini bilganlari uchun, haqiqiy yordamchi faqat Alloh ekanini bilganlari uchun, haqiqiy va chin sodiq yo'ldosh faqat Alloh ekanini bilganlari uchun faqatgina Allohga duo qiladilar. Aslo Allohdan boshqasiga duo qilmaydilar. Allohdan boshqasining yordamiga va do'stligiga umid bog'lamaydilar. فاعتصموا بالله Allohga mahkam yopishinglar. فاعتصموا بالله هو مولاكم U sizni mavloyingizdir, sizni do'stingizdir. فنعم المولى ونعم النصير. U qanday ham go'zal do'st, u qanday ham go'zal yordamchidir. Bizni eng go'zal do'stimiz, eng haqiqiy do'stimiz olamlarning Robbi bo'lgan Alloh ekan, biz faqat Alloh jalla jalaluhga duo qilamiz. Allohdan boshqasiga duo qilmaymiz. Allohdan boshqasidan yordam so'ramaymiz. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Sizlar uchun Allohdan boshqa bir do'st ham, Allohdan boshqa yordamchi ham yo'qdir, deya marhamat qiladi Alloh azza va jalla. Rahmonning bandalari Allohni taniganlari uchun qalblari Allohga bog'langan. Qalblari Allohga bog'langanligi sababli faqat Allohga duo qiladilar. Hech bir maxluqni Allohga sherik qilmaydilar. Mushriklar esa Allohni haqiqiy tanimaganlari uchun, Allohga haqqoniy ibodat qilmaganlari uchun qalblari o'zlarini bu fitriy ehtiyojlari tufayli Allohdan boshqa maxluqlarga bog'lanib qoladi. Maqbaralarga qullik qilishadi, avliyolardan najot kutishadi, tumor va munchoqlardan madad umid qilishadi, tilak daraxtlaridan najot qilishadi, bilmam qandaydir chashmalardan yordam istaydilar. Allohdan boshqa maxluqlar bilan o'zlarining zaifliklarini bartaraf etishga harakat qiladilar. Shuning uchun aziz birodarlarim, takror aytaman, yer yuzidagi barcha yomonliklarning onasi 3 narsadir. Ulardan birinchisi qalbni Allohdan boshqa narsalarga bog'lanishidir. Barcha yaxshiliklarning asosi ham 3 narsadir. Ulardan birinchisi qalbni faqat Allohga bog'lanishidir. Ikkinchisi insonni o'z qalbiga yengilib qolishidir. Rahmonning bandalari odam o'ldirmaydilar. Nohaq biror jonga qasd qilmaydilar. Chunki ular biladilarki, nohaq bir odamni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish kabidir. Nohaq bir odamni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish kabidir. Insonlarga yashash huquqini bergan olamlarning Robbi bo'lgan Allohdir. Va Allohning ruxsatsiz va hujjatsiz hech kimni boshqa birovni joni ustidan hukm chiqarishiga haqqi yo'q. Lekin qanday holatda? Agar kimdir birovni o'ldirsa yoki Alloh jalla jalaluh qatlini vojib qilgan bir gunohni qilsa, shunda bir jonni qatl qilinishi joiz bo'ladi. Ammo buni tashqarisida agar bir inson boshqa bir insonga qasd qilsa, u holda Alloh azza va jalla odamzodga bergan yashash huquqini tortib olgan bo'ladi. Bu esa eng katta haddan oshishlardan biridir. Chunki buni o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Masalan, kimnidir molini o'g'irlasangiz, uni qaytarib berishingiz mumkin. Kimgadir nohaq ozor bersangiz, uni ko'nglini og'ritsangiz, kechirim so'rab buni tuzatishingiz mumkin. Lekin kimnidir o'ldirsangiz, buni hech qachon o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Shuning uchun bu eng katta haddan oshish hisoblanadi. Insonlar nega haddan oshadilar? Nega odam o'ldirishadi, birodarlar? Chunki insonlar o'z nafsiga hokim bo'la olmayaptilar. Alloh azza va jalla bizni g'azabimizni qanday tarbiya qildi? Alloh bizni g'azabimizni 2 narsa bilan tarbiya qildi. Birinchidan, Alloh azza va jalla bizni g'azabimizga joiz bo'lgan bir maqsad belgiladi. G'azab bizni fitriy tuyg'uyimizdir. G'azab bizni ichimizda bo'lgan bir narsa va hayotda omon qolishimiz, izzatimizni va sha'nimizni saqlashimiz uchun ham bu tuyg'uga ehtiyojimiz bor. Lekin Alloh nima qildi? Bu g'azabga halol bir yo'nalish berdi. Aytdiki, shularga g'azablanasizlar. Nimalarga g'azab qilamiz? Allohning dushmanlariga g'azablanamiz. Nima uchun g'azablanamiz? Yer yuzida Allohning shariatini bekor qilgan, bandani bandaga qul qilgan, odamlarni o'zlariga ibodat qilishga da'vat qilgan tog'utlarga g'azablanamiz. Kimga g'azablanamiz, birodarlarim? Yer yuzini, yer osti va yer usti boyliklarini talon-taroj qilgan, odamlarni mehnatini suiiste'mol qilgan, insonlarni qul sifatida ishlatgan, minglab odamlarni ishlatib bir kunlik dasturxoniga noz-ne'mat qilgan mustakbirlarga, talonchi va zolimlarga g'azablanamiz. Alloh bizga shular uchun g'azablanishimizni buyuradi. Yana kimga g'azablanamiz, birodarlarim? Allohning chegaralarini buzgan, Allohning chegaralarini yo'q hisoblagan, Alloh azza va jalla bir shariat nozil qilmagandek yashayotgan insonlarga g'azablanamiz. Agar g'azab to'g'ri tarafga yo'naltirilsa,
va inson Alloh uchun g'azablanishni o'rganadigan bo'lsa, bu birinchisi edi. Ikkinchisi, shariat qo'ygan mezonlarga rioya qilamiz. Shariat bizga ba'zi mezonlarni belgilab qo'ygan. Shariat belgilagan mezonlarga, o'sha qoidalarga, o'sha qonunlarga rioya qilganimizda g'azabimizdan va g'azabimizning yomonligidan ham shu tarzda himoyalangan bo'lamiz. Masalan, juda qattiq jahlim chiqdi deylik, kimnidir urmoqchiman. Alloh menga hech kimga qo'l ko'tara olmaysan deydi. Juda qattiq g'azablandim deylik, so'kinmoqchiman. Alloh azza va jalla menga so'kishing mumkin emas, tilingga ehtiyot bo'lasan deydi. Og'zingdan chiqqan har bir so'z uchun qiyomat kunida hisobga tortilasan deydi Alloh azza va jalla. Agar men shariat qonunlariga rioya qilsam, Alloh azza va jalla meni g'azabimni yomonligidan himoya qiladi. Ammo agar men g'azabimni halol yo'nalishga yo'naltirmasam, unda nima bo'ladi? Kimga xohlasam g'azabimni o'sha odamga sochaman. Masalan, bugun ko'chalarda, yo'llarda ko'rib turibsiz. Kimdir signal choladi, boshqasi ham signal choladi. Ikkalasi ham mashinasidan tushadi. Ikkalasini ham qo'lida tayoq bir-birini boshini, ko'zini yorib tashlashadi. Axir bir signal uchun, bir qichqiriq uchun, yo'l bermaganligi uchun inson bir-biriga bunday zulm qiladimi? O'rmonda hayvonlar buni bir-birlariga qilmaydilar. Ya'ni hayvonlar ham bugungi kunda ayrim odamlarga qaraganda bir-birlariga nisbatan rahim shafqatliroq, mehribonroqdir. Bu nimadan kelib chiqmoqda bilasizlarmi, birodarlarim? Bizga zo'ravonlik qilganlar bor, ovozimizni chiqarmayapmiz. Bizni xorlayotganlar bor, ovozimizni chiqarmayapmiz. Rizqimizga qo'l uzatganlar bor, ovozimizni chiqarmayapmiz. G'azab esa yig'ilib boradi. Agar g'azabimizni halol yo'nalishga yo'naltirmaganimizda nima bo'lyapti? Ko'cha-ko'yda ilk ko'rgan odamimizga, ko'zimizga yoqmagan odamga baqiramiz. O'z g'azabimizni u odamga sochamiz. Erkak ayoliga zulm qiladi. Ayol borib farzandiga zulm qiladi. Farzand borib hayvonlarga zulm qiladi. Ba'zan ko'rayotgandirsiz, kimdir mushukni qo'liga olib, unga azob beradi. Bu kabi insonlar bilan bir osmonning ostida yashayotganimiz uchun Allohdan mag'firat so'rashimiz kerak. Odam itlarni bog'lab ularga zulm qilyapti. Til bilmaydigan, gapira olmaydigan jonivorlarga azob beryapti. Xo'sh, nega bu odamlar bunday? Biz shu masalani muhokama qilishimiz kerak. Bu insonlarga nima bo'ldida mushukka, hasharotga, hayvonga azob beradigan darajaga yetib keldilar? Chunki birodarlarim, atrofimizda g'azab qilishimizga haqli bo'lgan shunchalik ko'p narsalar borki, lekin qo'rqamiz. Ularga g'azabimizni socha olmaymiz. Ularga ovozimizni chiqara olmaymiz. Ularga kelganda jimmiz, ovozimizni chiqarmaymiz. Shuning uchun borib, kuchimiz kimga yetsa, g'azabimizni o'sha joyga sochamiz. Shuning uchun inson qatl kabi eng katta gunohlardan, g'azabdan kelib chiqadigan gunohlardan saqlanmoqchi bo'lsa, birinchisi Alloh g'azablaning deganlarga g'azablanish kerak. Ikkinchisi, islom shariati qonunlariga binoan nafsini tarbiyalashni va tiyishni o'rganish kerak. Uchinchisi esa birodarlarim, quvvai shahaviya deb aytdik. Alloh jalla jalaluh bizni yaratganida naslimiz davom etishi va yer yuzini obod qilishimiz uchun ichimizga bir istak joylashtirdi. Biz shu istak bilan hayot kechiramiz, shu istak bilan dunyoni go'zallashtiramiz. Lekin Alloh ayni vaqtda bizni bu istaklarimizni tarbiya ham qildi. Qanday tarbiya qildi Alloh azza va jalla? Birinchidan halol bir doira belgilab berdi. Aytdiki, siz istaklaringizni shu halol doira ichida qondirasiz. Meşru bir daire çizdi bize. Dedi ki arzularınızı bu meşru daire içerisinde gidereceksiniz. Ikkinchidan bizga osmondan shariat qonunlarini tushirdi va siz nafslaringizni shu shariat qonunlari bilan cheklaysiz dedi. Bir hayvon kabi faqat shahvatlaringiz bilan yashamaysiz. Bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, bir inson kabi harakat qilasiz. Ajabo bu masalada Allohning bir amri, bir qaytarig'i bormi deb o'ylashingiz kerak. Masalan, qarang birodarlarim, biz aytdikki, biz qarshi jinsga qiziqish bildiramiz. Va bu esa Alloh bizni ichimizga joylashtirgan tabiiy istakdir. Rahmonning bandalari Alloh belgilagan chegaralarni biladilar. Alloh uylaning, nikoh qiling deydi. Qarshi jinsga bo'lgan qiziqishingiz tabiiydir. Lekin bu istakni qondirish uchun nikoh qilasiz. Uylanasiz. Aytaylik, menda mol dunyoga bo'lgan istak bor ichimda. Alloh azza va jalla menga aytadiki, mehnat qilasan, halol topasan. So'ngra molingdan Allohni va kambag'allarning haqqini berasan. Shundan keyin qancha istasang shuncha topishing mumkin. Daromading seni Allohdan va mas'uliyatlaringdan chalg'itmayotgan bo'lsa, xohlaganingcha daromad qilishing mumkin. Halol doirasi, Allohni belgilagan doirasi insonni barcha ehtiyojlarini qondira oladigan darajada kengdir. Rahmonning bandalari ehtiyojlarini halol yo'l bilan qondirganlari uchun zino qilmaydilar. Haromga ko'z tikmaydilar. O'zlariga halol bo'lmagan narsani orzu qilmaydilar. Nima uchun? Chunki ular ehtiyojlarini halol yo'l bilan qondirgani uchun. Agar bu bo'lmasa, unda inson hayvonlashishni boshlaydi. Agar insonning nafsiy istaklari oldida hech qanday to'siq qolmasa, u insoniyligini yo'qotib hayvonga aylanib qoladi.
Shuning uchun Rahmonning bandalari birinchisi qalblari Allohga bog'langan bo'lgani uchun, ikkinchisi g'azablarini Alloh xohlagan yo'lda tarbiya qilgani uchun, uchinchisi shahvatlarini Alloh xohlagan yo'lda qondirgani uchun Rahmonning bandalari Allohning izni va yordami bilan bu 3 ta og'ir gunohlardan uzoq bo'lishadi. Bu saymış olduğumuz 3 tane günahtan uzaktırlar. Endi aziz birodarlarim, oyat karimani oxirida Alloh azza va jalla shunday marhamat qilib aytadi. Diyor ki: "Ve men yef'al zalika yalqa athama." Kim bularni qilsa, jazoga duchor bo'ladi. Bu jazo nima? Yudha'af lehu'l azabu yawmal qiyamah. Qiyomat kuni uning azobi bir necha barobar ko'paytiriladi Kat bir azaba uğrayacaktır ve yahlud fihi muhana. va u azob ichida xorlangan holda abadiy qoladi. Şekilde ebedi olarak kalacaktır. Kim Allohdan boshqa bir mavjudotga duo qilayotgan bo'lsa, u abadiy azob ichida qoladi. Kim Allohdan boshqa mavjudotga duo qilayotgan bo'lsa, u mushrikdir. Chunki Alloh jalla jalaluhu Qur'oni Karimda shunday deydi: Zalikumullahu rabbukum lehul mulk. Ana shu sizni Robbingiz Allohdir. Hukmronlik va mulk unikidir. Ona aittir. Vellezine ted'un min dunihi ma yemlikun min qitmir. Allohdan boshqaga duo qilayotganlaringiz esa xurmo danagini po'stlog'iga ham egalik qila olmaydi. Alloh butun borliqni yagona egasi va hukmdoridir. Ammo sizni Allohdan boshqaga duo qilayotganlaringiz bir xurmoni qo'ying, xurmo danagini ham qo'ying. Hatto danakni atrofidagi po'stlog'iga ham ega emaslar. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Agar ularga duo qilsangiz, ular duoyingizni eshitmaydilar. Walau sami'u mastajabu lakum. Faraz qilaylik, agar eshitgan taqdirda ham sizni duoyingizga javob bera olmaydi. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Qiyomat kunida esa sizni shirklaringizni inkor etadilar. Qiyomat kuni kelganda ular sizlarga aytadilarki, biz sizni bu shirkingizdan bezormiz. Biz sizga Allohdan boshqasiga duo qilinglar deb aytmadik. Bu shirkni siz o'zingiz qildingiz va biz bundan yiroqmiz deyshadi. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Haqiqiy xabardor zotdek hech kim senga xabar bermaydi deydi Alloh azza va jalla. Bugun Allohdan boshqasiga duo qilayotganlar, qabrlar oldida iltijo qilayotganlar, shayxlarning ruhoniyatidan yordam so'rayotganlar, tilak daraxtlaridan madad kutayotganlar, tumorlardan, matolardan, bezlardan najot kutayotganlar. Alloh sizni bu xatti-harakatingizni shirk deb nomladi. Va Alloh jalla jalaluhu aytadiki, haqiqiy bilguvchi kabi hech kim sizga xabar bera olmaydi. Vallohi odamlar sizni aldayaptilar. Sizga bu joiz deganlar. Sizga bizni shayxlarimizni ruhoniyati olamda tasarruf qiladi deganlar. Sizga Alloh bilan oramizda vositachi bo'lishi kerak deganlar. Vallohi sizga yolg'on gapiryaptilar. Alloh azza va jalla buni shirk ekanini va qiyomat kunida buni qilganlar xusronga uchrashini aytmoqda. Va eng oxirida esa aytayaptiki, haqiqiy biluvchi, xobir bo'lgan Alloh kabi hech kim senga xabar bera olmaydi. Bir tomonda odam bolasi aytayaptiki, buni qilishingiz mumkin. Boshqa tomonda esa olamlarning Robbi bo'lgan Alloh, buni qilmang, bu shirkdir deyapti. Boshqa bir oyatda Alloh shunday deydi: Allohdan boshqa sizga na zarar yetkazadigan va na foyda bera oladigan mavjudotlarga duo qilmang. Olan varlıklara dua etme. Fa in fa'alta fa innaka izen minaz zalimin. Agar siz buni qilsangiz, bas siz zolimlardan bo'lasiz deydi Alloh azza va jalla. Allohdan boshqasiga duo qilishlik adolat emas. Allohdan boshqasidan yaxshilik umid qilish bu adolat emas. Bu zulmni, shirkni aynan o'zidir va Alloh jalla jalaluhu bunday odamlarni zolim deb ataydi. Alloh azza va jalla marhamat qiladi. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allohi zulfa. Allohdan boshqasini do'st tutinganlar deydilarki, biz ularga faqat bizni Allohga yaqinlashtirsinlar deb do'st tutdik. Ya'ni biz ularga ibodat qilganimizda, biz ularga duo qilganimizda, biz ularni ruhoniyatidan madad kutganimizda, biz ularni koinot ustidan tasarruf qilayotganiga ishonganimizda, biz mushrik bo'lish uchun buni qilmadik. Biz Allohning azobiga duchor bo'lish uchun buni qilmadik. Bizni yagona maqsadimiz bor edi. Ular bizni Allohga yaqinlashtirsinlar, Alloh bilan bizni o'rtamizda vositachi bo'lsinlar deb bularni qildik. Alloh qiyomat kuni ularni orasida ixtilof qilgan narsalari haqida hukm beradi. Innalloha la yahdi man huwa kazibun kaffar. Albatta Alloh yolg'onchi va kofirlarni hidoyat qilmaydi. Alloh o'zidan boshqalarni o'ziga vositachi qilib olgan. Keyin esa ular bizni Allohga yaqinlashtiradi deb ularga duo qilgan.
Ularga sig'ingan insonlarni Alloh yolg'onchi va kofir deb ataydi. Bugun sizni aldayotganlar sizga bu ibodatdir, bu qullikdir deb aytadigan odamlarni bir tomonda Alloh ularni yolg'onchidir, ular kofirdir deyapti. Boshqa tomonda esa kimlardir? Bu islomdir. Bu ahli sunnatdir deydi. Ham sizni kufrga chaqiradilar, hamda sizni kufrga chaqirish bilan birga sizni aldayaptilar. Ular koinot ustidan tasarruf qilishiga ishongan shayxlari vafot etganida ortda qolgan muridlari 50 bo'lakka bo'linadi. Takbirlar bilan bir-birlariga hujum qilishadi, mol talashadilar, bir-birlariga raddiya qilishadi. Qani endi kelsin-da o'sha shayxlarni tasarruf qiluvchi ruhlari o'z muridlarini qutqarsin ko'raylik. O'z muridlariga, o'z tariqatiga biror foydasi tegmagan shayxlarning ruhoniyati seni kasalligingga, nikohingga, rizqingga, tavbangga qanday qilib naf keltirsin? Ey insonlar, olamlarning Robbi bo'lmish Allohga quloq tuting. Alloh rost gapiradi. Alloh rostni va'da qiladi. Alloh eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Inson esa zolimdir. Inson johildir. Inson yolg'on gapiradi. Inson sizni aldaydi. Alloh jalla jalaluhu marhamat qiladiki, Ulaika yad'una ilan nar. ular sizni do'zaxga chorlayaptilar. Ular sizni do'zaxga chaqiradilar. Vallohu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Alloh esa sizni jannatga va o'z izni bilan mag'firatiga chorlamoqda. Bir tomonda sizni shirkka chaqirayotganlar bor. Sizni mushrik bo'lishingizni xohlayotganlar bor. Boshqa tomonda esa sizga yolg'iz Allohga qo'l oching, yolg'iz Allohdan so'rang, yolg'iz Allohdan umid qiling, yolg'iz Allohga sig'ining, yolg'iz Allohni do'st tuting. Diningizni faqat Allohga xolis qilib, faqat Allohga ibodat qiling deb aytayotgan tavhid da'vatchilari bor. Bir tomonda sizni do'zaxga chaqirayotganlar bor. Boshqa tomonda esa sizni Allohga chaqirayotganlar bor. Insonlar sizni aldashiga yo'l qo'ymang. Rahmonning bandalari bo'ling va Allohdan boshqasiga duo qilmaslikni o'zingiz uchun bir tamoyil qilib oling. Chunki Alloh faqat o'zigagina yolvorgan, faqat o'zidan so'raydigan, faqat o'ziga qo'l ochadigan bandalarni yaxshi ko'radi. Lekin Alloh o'zidan boshqasiga duo qilgan, o'zidan boshqasiga qo'l ochgan, o'zidan boshqasidan umid qilgan qullari bilan bog'liq biroz avval o'qigan oyatlarimda ularning hukmini bayon qilgandir. Alloh jalla jalaluhdan tilagim shuki, bizlarni tavhidga muvaffaq qilsin. Robbim, sen bizlarni faqat o'zingga ibodat qiladigan, dinini faqat senga xolis qiladigan, hech qachon senga shirk keltirmaydigan bandalaringdan qil. Ya Robbi, sen bizni nohaq odam o'ldirishdan, zino qilishdan va yoki sen harom qilgan narsalarni qilishdan bizlarni muhofaza qil. Allohim, sen yerda ham osmonda ham yagona ilohsan. Ya Robbi, sen osmonlar, yer va ularning orasidagi borliqning Robbisisan. Allohim, bizni qadamlarimizni to'g'ri yo'lda mahkam qil, gunohlarimizni kechir, bizni yaxshilikka muvaffaq qil, bizni yomonliklardan himoya qil. Ya Robbi, biz sendan shirkdan va mushrik bo'lishdan sendan panoh so'raymiz. Allohim, biz sendan dinni faqat senga xolis qilib va yolg'iz senga ibodat qilib yashashni so'raymiz. Ya Robbi, bizni faqat musulmon holda jonimizni ol. Ya Robbi, musulmon holda jonimizni ol. Ya Robbi, musulmon holda jonimizni ol. Ya Robbi, bizni Ramazonga yetkazganing kabi bizni ushbu oyning barokatiga, rahmatiga, gunohlardan poklanishimizga ham erishtir. Allohim, bizni ushbu muborak oyga yetkazganing kabi bizni qadr kechasini barakasidan ham bahramand qil. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.